Setora sog'liq yaxshimisiz? Yaxshimisiz opa, yaxshi yuribsiz. Yaxshimi? Alloh sabr bersin, xafa bo'lmay o'tiribsizmi? Men Ha, rahmat. qo'shilmay yuragim yarimta desam, kechasidan boshlab topar SMS videolar, meni pasportim. Man bu yerda nima prichonman opa? Soxta advokat, falonchi pistonchi. Ana endi ular endi qilib bo'lsa qilib deb qo'yavering. Siz o'zingiz bilasiz-ku nima bo'layotganini ikkalamiz oramizda. Boya kartalarni yozibsiz, esimda вообще yo'q kartalar. Tekshirtirmaganmidingiz? Tekshirdim, ishlamadi. Mana turibdi hamma omonati. Man shu narsalar menda agar Xudo asrasin bilganman, men aytaman. Xo'pmi? Bilganman-da, ko'ryapsizmi? Agar telefonlashamiz. davernisim bo'lmasa, meni uni kirib yuzini ko'rsatishga, politsiya bilan gaplashishga, yuklarini olishga, borib Sherzod savol-javob qilishga, mana u kartalarni olib yurishga haqqim yo'q. Agar davernisim bo'lmasa, hozir bundan ko'p boshimga nima yog'ilardi. Unisi telefon qiladi, bunisi telefon qiladi. Man kimman masalan? Men ekspertmanmi sizga? Ko'karibdi, oqaribdi, qizaribdi deyman. Politsiya bizga berdi-ku. Politsiya bergan ahvolda biz ko'karsa, sразу o'sha moment politsiya telefon qilib, skoriga qilib, "O, bu yoqqa kelinglar, ko'karibdi" deya olmaymiz-ku. Biz eplamadik, bizni aqlimiz ishlamadi, demak, sizlar qilinglar, orderni olinglar. Hammamiz adolat tarafi. Menga nima tosh otishyapti endi? Menga nima tosh otishyapti endi? Menga ham otyapti, menga ham bitta sizga emas, menga ham juda ko'p narsa kelyapti. Dalil o'ziga siz ochganim ham yo'q. Dalil o'ziga siz bergansiz-da. Meni pasportim bu omonat qilganman. Mana qizingizni qarang. Qizingizni ID kartasi qo'limda. Hamma aytibdi, student ekan, onasi aytibdi. Qizingiz karis nimasi, to'g'rimi? F6. Men chiqarmayapman u hech kimnikini. Chunki siz menga omonat qilib berdingiz. Nima menikini chiqardinglar? Gap bo'lmagan bu yerda. Meni pasportimni mendan olmagan, menda juda ko'p anaqa telefonlar bo'ldi. O'sha dalilingizga kimlardir bergan. Men u tanimasdim ham ularni. Sizdan boshqa pasport so'radi. Sizdan boshqa pasport men hech kimga bermaganman. Chunki yaqin pasport olganimdan keyin hech kimga o'zim bilet olaman, o'zim hech qayerga meni pasportim beriladigan ishim yo'q sizdan boshqa. Hech kimga bermaganman. Endi Xudo asrasin. Xudo asrasin. Men notariusda edim, hozir chiqay, bo'lmasa keyin bemalol gaplashamiz, xo'p?